Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash Yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Şinjanning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qaram, men sizga nima keldim? Nimandaq odamni xush qilgansa? Xushal bo'lish bilan bir vaqtda ahamiyatini bilish kerak. Qandoq deysan? Qaram, Nazifa markasdagi qochqichilar azam emasdi. sog'lomlikning muhim narsani bilmadim. Shunga sog'lom va ishonchli bo'lgan Nazifa mahsulotlarini to'yingizga sovg'a qildim. Rahmat dada. Nazifa qochqichilari. Yaqinlaringizga sog'lomlik sovg'at qiling. Ular xushal bo'lsin. Men sog'lom bo'lsin. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organmiyi ishlatilgan Ochil chosh sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chosh asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organmiyi chosh sopillari. Dada. Ha, Yaxshimisiz? yaxshimisiz? Ha, keldinglarmi? Men Mo'minjon bilan ma yong'oqlarni do'kon o'rlashtirib, aqllardilar kirmiz, ha? Qo'y dada, mushunchalar yong'oqni sizlar to'shimsizlar? Ha, biz qilmay bu qanchalik ishni bilam. Voy tag'a, nimadan deb yursiz? Siz yoshlar turib siz ko'tarishsiz, bo'lmasmiki? Shundaqmi? Shu. Nima qo'ygan debasiz, o'zimizdan kiritmas. Yo'q. Direktorni avvar qilmaylik. Chaponlarimiz to'p bo'lib ketdi. Voy tag'a, to'pib kes qiqis chiqib ketdi. Shundaqmi ya? Direktor, odam chaqiramiz-ya. Voy, yo'q, bunchalik ishga odam chaqirish ketamdi. Ikkimiz kirib ketamiz. Sizni avval qildigan bo'ldik-da. Yo'q. O'z odam bo'lib qoldi deb tuzit qilishmayli. Unda o'z ishini boshlamlik bo'ladi. Ha, qani. Mo'minjon, o'rindiq ochiqdagina. Ha, ma'qul. Oyoq qo'y. Mo'min. Sen kirib direktor kap bo'ldi deb tomoqni tuzlatgina. Ha, ma'qul. Asta. Sizni avvar qilibdi. Apa, Ferizat. Voy, bo'ldi bolam. Tag'am, Po'lat direktorga yong'oq to'shqizotdi. Nima? Yong'oq to'shqatamda? Voy, bo'g'iz kuyog'im taklif qilib kelib, uni yong'oq ko'tagil sag'in yem qilgin deyman. Shuni dema, apa. Voy rost, u bichorim chochlarini moylab ketdi ekanda, tarvli arlashib sho'rp bo'lib ketdi. Rostmi? Voy rost. Voy. Astroq yotgan, astroq. Aldırmay. Böyle. Ha, siz kırıp gidiyorum. Ha, aldırmay. Ay, sizlar, bu tog'amni nima qilgan ekan? Voy, bu direktor bir vaqt tomoqni bekor yemaydi. Shuni dema, apa. Qancha tog'anasi? 10 tog'oq berib qolamizki.
Ya turapsizlar ku, bilishyapsizlar. Siz kimim olsa? Nimani? Dadamchu, Po'lat direktor taza sınavdı. Ha? Sınavdi ku? Yağakni ushlatib Yog'och tushmadi ku? Hata aval qildim-da. Yo'q. Bugunimda ishlab olsa, davron. Bu hafta tugidi. Kelar hafta yong'oq kelganda chaqiraysiz, ya. Yotoq yo'qda. Senlik ketdi. Setonli. Ha, hech gap yo'q. Mana tugab qoldi. Endi uyga kirib, chayimizni ichib paralashaylik. Jo. Kendiniz kırayım. Oy. 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 Boş ağzınıza. Hem de o kırsam bula. Hem de o kırsam bula. Hamma aql. İman keldi valla. Ulan, İmanın qulog'i suva chiqayli. Ha, hamma Bo'ldi. Soğanlı ben. Özüm kırıp. Ha, ko'z Sen kırıp şu çık. Suxan matrifda. Direktor? Bir ish bo'lmaganda? Oy. Eşkisi yok. Oy beni bu gittim de. Oy. Oy. Oy yak iş. Oy. Oy. Eşkisi yok. Oy. Oy. Oy şu. Oy Ersin. Buzukta o cümek ben depoşunu unutup kaptım eslerge. Abla, işni ko'mamdi qa. Cümekni buzib qo'ydim. Buzuq keldi. shundoq ekan. Suvni tigidilab itib etdim. Ya, hech gap yo'q. Kerak yo'q. Sep setiş oldu ya. Bu kiyimleri alsakmi? Qanday qilamiz? Shu meni baq, meni kiyimimda chiqay. Ha, shunaqa. Set oldu.
Әмсі мен маған кемін құрық үш түкіні açık берей. Ma'qul. Sizni avar qilib qo'ydim. Hiç kısa. Oldu, tatmay oturuyorum ha. Oycan, sizni keldikken deb şundaq ciddileşip, kollarım titrep lan. Bu etken tamaklarım sizge tetamı. Voy, bundoq tuzitqilishib ketmasak bo'ldi edi. Ha sizmichi? Azada o'tiring. Tunji qatim kelishiniz tursa, uzunga qolmay bizmi bir oila kishilardan bo'lib qolamiz. Qandaqlamsin? Sizga xusratning boshliq tursangiz. Amma, çay qo'yay ichsamsa? Ya. Voy, oka. Mana qarg'ina. Oy, mushunda qamlashgan cho'ng doktor o'g'ling bor. Amdilikda toz puldar, kuyoq. Men kirib tamog'imni itay. Qaysardim bo'ldi. Çatak buldu. Sta, neymiş bu uduqıdığansa? O Qaysar dükkan yağaqlarının hemmini yerге töküp turuptu. Ha? Voy, men to'shigan yong'oqlarni to'kib yutibdim-a? Ha. Bo'ldi. Sizlar o'tirib turinglar. Men chiqib baqay. Ha, ma'qul. Yomon tez to'shigan yong'oqlar-da u. O'tiring. Oturup durma. Ha, ben hazır kırma. Hazır kırmızı. Ha. Çay işleş otur. Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətən erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Qaysar, nima ish bu? Bu yerda nima qilyapsan? Ben xizmatimdan istifa verdim. Nima? Bugünden başlap mush yer ishlayman. Kim shundoq dedi? Bu ishga kim qaror qildi? Gap qil. Hech kim qaror qildi. Men o'zim qaror qildim. Sening kasbingga chuqur varislik qilaman dedim. Degina Qaysar, zodi nima qilmoqchisan? Bu qitim men nima degan? Mening sening kasbingga varislik qilib qolgan. Meni tirik turib o'ttirdiga o'xshaysan axir. Dada, Men bo'lmaydi dedimmi, bo'lmaydi. Sen zodi gap anglamamsan. men sening kasbingga varis qilsam, nimasi bo'lmaydi? Do'konni haq sotqicha mal olsam bo'lmamdi. Sen ma'qul desang bo'ldi-ku. Ey bolam, men seni so'qmoqchi bo'lsin deb oliy maktabda o'qitdimandaqda. Meni so'qmoqchi bo'ldim. Dada, bu mening birdan bir orzuyim. Kichigimdan boshlab seni so'qmoq yasog'ini ko'rib cho'ng bo'ldim. Men qildigan boshqa topolmay so'qmoqchi qilay demayapman. Sana o'xshash o'z qo'lim bilan so'qmoq yassam deyman. Otimara so'qmoqimizni butun mamlakat tunussan deyapman. Ma'qul deb menga o'gitib qo'ygan. Maxfiy retseptni menga deb bergan. Bo'lamdi. Sen nimanda gap uqmaysan? Atogin haq men bilan to'xtam tuzgili keldi deyapman sana.
to'xtamga haqlar tuzmagandiki bekor qilayotgan. Sotmayman desangni bo'ldi-ku. Dada. Men mush bir qatim fursat bergin. Men cho'qim sendek yaxshi qila olmayman. Men unchalar yaramsiz emas. Ma'qul dada, bo'lamdi. Men faqat qilamagan vaqtda ondan do'konni o'tkazsam kechikmaysan-ku. Dada. Oy dada. Mo'minka, dadam tutuyilgan. Dada. Shundan tursam, taqilgan. Voy shu, bu okamning nimqirimdaymi adamni hijil qilib. Direktor, ajab sat bo'ldi ya. Hech qisi yo'q. Shu. Bahijil bo'ldik. Bu tuyuqsiz. Aqil o'tiring. Yana uchayni uxlab turamiz. Dadamchi, Meni uyga kirib ket deb o'zi sirtqa chiqib ketdi-ku. voy bu dadam qolsoq kelgachdan qig'ildi-ku. Shu. Voy, biz olsaqmi tamoqni yegashtiraylik akamizga. Qani, menga bak muhim bir uchur kelib qoldi. Men bir shu ishimni bitirib etmasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Liderniga? Ha, yo'q, boshqa ish. Voy, har qancha muhim ish bo'lsin, voy o'tirib turing, tayyorla. Rahmat. Yilimi bugun meni deb bekchiq avor bo'libsizlar. Voy. Keyin bir fursat bo'ladi. Voy, bundoq qilsangiz biz bek tag'nikda qolamiz. Voy, o'tirib. Men xijil bo'lib qoldim hozir. Men bek muhim bir ish chiqib qoldi. Keyin bir fursat bo'ladi. Voy, yo'q. Buni quruq qaysiz bek sat turadi. Birdan o'tasiniz, mondishdiq deyman. Voy, bu tunji kelgan kuningizni bu bir muncha ishning chiqib ketgan deyman. Yeni kitilmadi. Ben yeni kitilmadi. Ben nima deyishimni bilmayman, qavatdim ajmo. Yavalmay qaytaman sen. Bo'ldi. Ajab sat bo'ldi. Oylab men jumansan. Turib qoldik. Direktor, Opa bu shu nima ish bo'lib ketdi bu amdi? Direktor qashdi mana. voy jinim ukam, bu qalayim qanchiliqda. Meni bir yerga qechib ketgidek bo'lyapti hozir. Uf, nima degan chiqishlar. Kirib ishimiz qilaylik. Qaysar. Aka. Azga qilma bo'lamdi. Men bu qatim qarorni o'zgartmayman. Dadam cho'qim qoyil qilaman. Hem dadamni ochig'ini keltirma. Bo'lamdi. Qanday qilishni o'zim bilmayman aka. Sen chiqavergin. Baksat bo'ldi, tomoq yemaylik o'g'dor. Hech qisi yo'q. Qasdan qilib olgan ish bo'lmasa. Bir kuliydi-a? Bir kulyapsizlar, o'nchilib qoldim ish. Bir kuliydi-a? Bo'ldi, ma'qul. Siz kirishda yo'rinamsa. Ma'qul, xo'sh. Oğlumka? Uydan çıktım hazır. Bilme. Buldu akka buldu. Hazır var ya. Polat.
Ha. Qani, keling o'tiring. Sizni alayda uyga chaqirib opirib, bir sat bo'ldi bu ish. Hech qischa qalbga. Uyda bunda ko'ngilsizlik chiqadi deb o'ylab baxmabdi ekanman. Shuni sirtqa chiqib, sizga telefon qilishim, hamisha kelib tomoq yegach birdan paranglashib ketayli deb ko'nglim tatib qoldi. Rahmat albuka. Siz o'zingiz ko'nglingiz xalg'anni buyuring. Voy yo'q aka. Siz ko'nglingiz tatganni buyuring. Men nim bo'lsa yeyaverma. Ha, shunda qilamdoq. Maylimsa. Men to'ydim. Balam, yeni bir taksi yigine tamakni shuncha jiq etibdimi? Eshib qaz to'kutadigan gapga. To'ydim amma bo'ldi. Yigina ozroq. Bo'ldi. Jo'q otot ora o'tgan tomoq so'yin bir taqsiga. Shuni deyman. To'ydim. Ay, bo'pti. Oy. Oy, bu tamakni to'kvasi yaxshi bo'lmaydi balam. Buningkin jiq tamak yeyishmaydi-mi? Mo'minjon balam. Ha, bor. Yaxshi tamak eshib qolsa, yomon qolsa yerilib ketsin deb ekan. Siz hozir bir taksini ortiq yana, ha? Ma'qul. Bunda o'xshagan tomoqni meyimey kim yeydi? Bu nima deganing opa? Mo'min ashundaq ashqan tashqan tomoqni yeydigan odammi? Oy, sen nima deyapsan? Beka tuxumdan tukundirmagin ha balam. Ashqan tashqan barat tozlang deb. Farizat, bugun sizga nima bo'ldi? Nimandaq gap qilsiz? Men to'ydim. Sizmi to'ygansiz? Men de yeyme tomoq to'ymadim men de. Azroq yeng. Bu tomoqni-chu sizning deb aytgan emas. Ay, bu buni hammamiz bilamiz deb aytgan tomoq-ku. Nima deb yursiz Farizat? Voy, sana nima bo'ldi? Voy tang. Ish qilib-chu, mo'minga bunday muomala qilsanglar bo'lmaydi. Oy. Farizat. Oy, qanda. Oy. Ma balı. Bu balığı nima bo'lgandandi? Opa. Sizlar xafa bo'lmanglar. Men chiqib qarab boqay. Haqqin bo'lsin. Farizat. Bugun sizga zot nima bo'ldi? Nimada tayinli gaplarni qilsiz? Hech nima bo'lmadi. Qaynig'im kelib qoldi shu. Hammasi haqni deb bir munch tayyorlik qilib. Sizga bir haqiqatim shunday qilib baqanma. Yonda barining qadrini qilmay, tek kuyog'il bo'lmagan odamga ovar bo'lib. Nima gaplarni qiladigansiz? Menga shunday yaxshi muomala qilyotdi-ku. Uni ustiga men bu uyga ko'na. Yangi vaqtimda menga shunday qiladi. Yangisi ko'natqicha, shunday qilish kerakdi. Tek nervamga tegib, opamning qilib ketishlar-chu. Opam menga asl yaxshi muomala qilyotdi-ku. Mo'min. Ha. Mush uyda nemish bo'lsa siz jugraysiz. Ular sizga bir haqiqatim shunday qilib baqanma. Bir haqiqatim sizni shunday kutib baqanma. Ular deyingiz nimasi? Urug' tuqqan orasida shunchalar ayrish ketamdi. Men ayrimchilik qilmadim, ular ayrimchilik qilyotdi. Xuddi biz bir ularning uyida yeb ichayotgandek. Amaliyatim tomoqni ashu yerda yeyapmiz-ku Farizat. Yey Mo'min. Siz qoldingiz menda men teriktirmagan. Bo'ldi. Chaqolma, terikma bo'ldi. Nervamga jepim bir tegdingiz. Bo'ldi, xapama. Po'lat direktor o'zingizmi bilasiz? Xislat sizlarning shirkatda ishlayotgani xil bo'lib qoldi. Menimcha u yaxshi ishlayotdi. Ha, yaxshi aka. Ha. Atdigan sarda chiqib ketgancha, bir kashti keladi danga. Hatto ba'zi kunlar ko'rishamaymiz. Xotirjam bo'ling olimka. Mayli uning yanında bo'ldi ekanman, u bir umr azar yeb qolmaydi. Men bunga kapolat berman. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoldi ekanmiz.
Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apana geldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'g'isiti atgan chayi yedingdan onamning mehrli yedini topaman. Huzur to'g'isiti atgan chayi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşuti vətib erkin çıxırılsın. Vay neminəng? Kırnang. Qalğaç markalık sopun paraşuti. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilindin, tapalmasın cay. Çilger gülnün tikini bürge, güzel bu yüzü de dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini bürge, güzel dur yüzü de al bulsun ay. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde mutluluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın, özgermez hakikat hayat ve mamut. Kalbimde mutluluk bulsun barşıge, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın, hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy sabat. Esindin ketmisin şu oddiy sabat.